Jamoamiz haqidagi tanqidiy fikringizga qo'shilmayman. Bizda omadsiz o'yinlar ham bo'ldi, lekin bu ham futbolning bir qismi. Meni fikrimcha, jamoa buni ustida to'g'ri ish olib bormoqda. Bu mening fikrim. Fikrlarimiz turlicha ham bo'lishi mumkin. O'ylashimcha, termamizda turli avlodlar bo'lgan. Oltin, kumush, bronza avlod. Uni qanday xohlasangiz shunday atashingiz mumkin. Bizni tanqid qilish yoki qilmasliklaridan qat'iy nazar, biz maydonda o'z o'yinimizni ko'rsatishimiz kerak. Tarkibda yulduz futbolchilar bor yoki yo'qligining ahamiyati yo'q. Terma jamoa har qanday holatda maydonga chiqishi zarur. Yaxshi natija bo'lishi uchun ko'proq o'yinlarda g'alaba qozonishimiz kerak. Oxirgi paytlarda matbuot anjumanlarida ko'plab salbiy fikrlarni eshitmoqdaman. Men sizning savollaringizni eshitdim, biroq bu menga yoqmayapti. Chunki sizning ayrim savollaringiz bizga bo'lgan hurmatsizlik. Siz menga savol berib, keyin ko'zingizni olib qochyapsiz va noutbukingizga qarab o'tiribsiz. Siz meni ko'zimga qarashda davom etishingiz kerak. Axir siz menga savol berdingiz. Men esa sizga javob bermoqdaman. Men haqiqatni gapiryapman va uni takrorlayman. Agar buni yana takrorlashim kerak bo'lsa, biz keyingi o'yinga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz va oldingi o'yinimizdan yaxshiroq harakat qilmoqchimiz. Oldingi bahsda yomon o'ynaganimizni ham tan olaman. Men sizga ishlatgan so'zlarni ishlatyapman, lekin bu futbolning bir qismi. Endi biz yana maydonga chiqishimiz kerak va pozitiv natijaga erishishimiz lozim. Bu safar o'z uyimizda harakat qilamiz. Ularning maydonida biz biroz noqulaylik his qildik. Ularning muxlislari bizga mana shunday noqulayliklarni keltirib chiqarishdi. O'z stadionimizda ham xuddi shuni kutmoqdamiz. Faqat Daniyaga nisbatan. Keyingi o'yindan so'ng aslida kim kuchli ekanligini bilib olamiz. Biroz oldin aytganlarimni yana takrorlayman. Keyingi o'yindan so'ng men stadionni boshimni tik tutgan holda tark etaman. Portugaliyaning barcha futbolchilari singari. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Eng asosiysi, biz borimizni beramiz. Albatta, bu g'alabadan keyin bo'lsa yaxshi bo'lardi. Rasmus Højlund, sizning uslubingizda golni nishonlagani haqida nima deya olasiz? Muammosiz. Men uchun buni hech qanday muammosi yo'q. Bu menga bo'lgan hurmatsizlik emasligini bilaman albatta. Buni tushunish uchun aqlim yetadi. Nafaqat u, balki butun dunyo bo'ylab sportchilar meni nishonlashimni takrorlashadi. Bu men uchun katta sharaf. Lekin ertaga bu uslubdagi nishonlashni o'zim bajaraman deb umid qilaman. Buni men uchun hech qanday muammosi yo'q. Avvalroq aytganimdek, garchi siz buni tushunmagan bo'lsangiz ham, ertaga boshqacha o'yin bo'ladi. Oldingi bahsda Daniya bizdan ko'ra yaxshiroq edi. Biroq bu 3 kun avval sodir bo'ldi. Ertaga esa boshqa o'yin bo'ladi. Umid qilaman, Portugaliya natijani to'g'rilaydi va muxlislar uchun ham bu ajoyib o'yin bo'ladi.